Urganch shahrining eng qimmat lokatsiyasida ana shu ko'rib turgan zdaniyaniz sotiladi. Umumiy maydoni 175 kvadrat metr bo'ladi. Lokatsiyaga qaranglar. Avestonning bog'ida joylashgan bo'ladi. Hamma joyingiz uchun green zona etib to'qlangan. Bu yerda yana katta fontan bor. Ya'ni shuni oldi qismida joylashgan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, bu yerlar ham polni green zona bo'ladi. Yozda bilasizlar, polni piknik zona etib foydalansangizlar ham bo'laveradi. Zdaniyani ko'rib turibsiz, to'g'rimi? Stoyankasi qani buni desangizlar, proyekt bo'yicha o'zi Avestonning stoyankasi bu yerda birsi bor, bu yerda birsi bor. Shura mashina qo'yib, bemalol yo'ldan o'tib, to'g'ri kirilaveradi. Birinchi etajda katta zal bo'ladi, 175 kvadrat metr ega bo'ladi. Podval ham bor, podval ham 175 kvadrat metr ega bo'lib, xona etib, kabina etib bo'lingan bo'ladi. Oshxonasi ham podvalda joylashgan. Suvdan, svetdan muammosi yo'q. Eng glavnisi, kanalizatsiyasi sentralniga ulangan bo'ladi. Xudo xohlasa, ideya etsangizlar borku, terrasdan taqlab arastadan Urganchdagi eng zo'r zakatni nerda ko'rsam ekan desangizlar, to'g'ri Avesto restoranidan kelaverasizlar. Qaranglar, bu yerda yana zakat bo'ladi, xullas hamma yeri ham Shakarsan Abdullajon variantda taxlangani bo'ladi. Narxini keladigan bo'lsak, 105 ming dollar deb turibdilar. Ustida asana kelishadigan joylari bor. Plus dokumentlari tayyor turibdi. To'g'ri notariusda odingiz o'tadi, bemalol izzatib foydalanaverasizlar. Ko'rib turganingizdek, bu yerda bir proxoti bor, yonida yana bir proxoti bor. Podvaldan esa bu tarafdan ham girsangiz bo'ladi, plus bu tarafdan ham girsangiz bo'ladi. Yana bir agar turistik mesto ataman desangizlar, Mashal ko'prining yonida ham quyib yuradigan mashinalar bo'ladi-ku, elektrobozlar. Shundan qo'yasizdan pol nishondan aylantirib, oilaviy kelganlarni astan restoraningizga kirgizib berib, ovqatlantirib, bu yerdan uzatib beraverasizlar. Xullas, biznes qilaman, zo'r bir lokatsiyada zdaniya kerakmi deb yurgan danishingiz bo'lsa, ina shu videoni tashakkur qilasiz. Xohlasangiz ofis qilib foydalaninglar, xohlasangiz boshqa narsa qilinglar. Lekin eng zo'ri baribir berayina restoran, kafe yarashaveradi-ku, to'g'rimi? Egasining nomerini qoldiramiz, to'g'ri o'zi bilan bog'lanasizlar, kelishasizlar, biznesni gazini bosaverasizlar.